alaykum aziz gul shaydolari. Bugun sizlarga aglanema haqida qisqacha ikkita ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Birinchisi, aglanema chanqab qolganida bargini sarg'aytirishi. Buni ko'pchilik biladimi, bilmaydimi bilmadim, lekin mana ko'pchilik suv berishda tartibga rioya qilaman deydi yoki ko'p suv beribsam ildizi chirib qolmasin deb qo'rqishadi. Aglanemani haddan tashqari chanqatib yuborsangiz ham mana shunaqa bo'lib bargi sarg'ayadi. Bu o'zimga gulim. Aglanema hozir chanqab ketgan. Mana o'shaning uchun bargini sarg'aytirgan. Keyin bu bog'dan yonidan detka bergan hisobiga ham gul kuchi unaqaga ketib qolgan, detkasiga ham ketib qolgan. Keyin o'sha chanqab qolgan hisobiga bargini sarg'aytirgan. Agar gulni yomon chanqatib yuborsangiz, bargi shunaqa bo'lib sarg'ayadi. Faqatgina pastidan bitta bo'lib. Hammasi birdaniga emas. Agar 3-4 ta bargida sarg'ayish bo'lsa, bu ildizda muammo yoki gulda kasallik bo'ladi. Gulni sug'orish uchun gulni yaxshilab quritasiz. Quritganingizdan keyin o'sha mana ushlaganingizda tuva yengil bo'lib qoladi. Bunday ushlaganingizda o'sha yengil. Mana bu kecha sug'orilgan gul mana bunday ko'targanda og'ir. Bunisi yengil. Birinchi o'rinda shundan bilsangiz bo'ladi. Keyin ko'lab ko'rsangiz ham bo'ladi, lekin ko'lab ko'rganingizda tuproqda ozgina namlik bo'lishiga o'xshashi mumkin, lekin asosan o'sha tuvagini bunday ko'tarib turib ko'rganingizda o'zi sug'orish vaqti kelganini bilsangiz bo'ladi. Shunaqa qilib sug'oring vaqtida. Keyin o'sha yaxshilab to'yintirib sug'orsangiz gul mazza qilib o'sadi. Ikkinchi o'rgatadigan darsim, gul ko'pchilik manaqa bargi mayda bo'lib ochilib qoldi, mayda bo'lib ochilib ketyapti deyshadi. Bu birinchi sababi manaqa gul bilan mana gul mana shunaqa gul ochmoqchi bo'lgan holatida, buton holatida mana shu butonini tezroq olib tashlash kerak. Mana gul bilan mana buton bitta chiqib qolgan, o'sha hisobiga gul mayda ochilgan. Mana hozir ma'nonim kelyapti, mana nimasi bargi. Men uni olib tashlashim kerak. Buton chiqaryapti-da, buni olib tashlamasam kuchi butonga ketib qolib, mana barg maydaroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu narsaga e'tibor beringlar. Qaranglar, agar buton chiqayotgan bo'lsa, gulni mana shu narsasini olib tashlaysizlar uzib. Keyin tagiga aglanemalarni mana shunaqa asmakot bo'ladi. Asmakot solib qo'yinglar. 9 oyligida men solib qo'yganman. Gruntini torf, perlit, vermikulit shu aralashmaga ekinglar. Torfni ham tozasiga ekinglar. Kokosli torf, agrobalta, pitachilni torfini. Umuman begumuz qo'shmanglar aglanemaga. Begumuz qo'shdingizmi, guldan umidingizni uzing, yaxshi o'smaydi. Mana aglanemalarim sizlarga 3 minutli videoda qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.